Bizni Olti Qahramon mahallasi shu 2024-yil Obod mahalla dasturiga kiritilgan edi. Shu Obod mahallada mana bizni mahallamiz yo'q edi, eski mahallada edi. Mana shu Obod mahalla davrida yangi mahalla qurib berildi. Yangi binosi qurilib berildi. Katta rahmat. Shu Obod mahalla dasturida asfaltlar bo'ldi, shag'al toshlar yotqizildi, keyin suv inshootlari qurildi, tayanch stolbalar qurildi. Mahallamizda bitta muammo qolgan edi, bu ham transport muammosi edi. Bu ham shu 310 avtobusi qo'yildi. Shu 310 avtobusida hozir o'quvchilar maktabga bepul kelilyapti-da maktabgacha. Transport qatnovdan aholimiz, ota-onalar, fuqarolar hammasi minnatdor.